O'zbek erkaklar ham yaxshi, faqat pulimiz bo'lmagani uchun xoinlar turklarni tanlayapti. Yo'q, nimaga unaqa deysiz? Taqdir ekanda endi haligi O'zbekistonda baxtli bo'lmagan ayollarimiz Turkiyaga kelib ishlashadi. Birinchi keliblar, menga er topinglar, men Turkiyaga erga tekkani keldim demaydi. Ishlashadi, hayotni ko'radi, yashagan joylarini ko'radi, solishtiradi. Solishtirgandan keyin nima qiladi? Qaror qiladi, Turkka tegaman shekilli deb. Keyin Turkka tegadi. Mana Turkka tekkanlar hammasi rostdan ham ko'pi. Hech hal baxtsizman, men qiynalib ketdim deganini bitta eshitgan bo'lishim mumkindir. Lekin hammasi baxtli. Nimagadir bular bizni rosa hurmat qilishadi. Bular ayollarni hurmat qiladi. Biz O'zbekistonda erimizdan kalta yeganmiz, so'kish eshitganmiz. O'zbek erkaklari xotiniga xotindaqa qaramaydi, xafa bo'lmanglar. Bolasiga qaragandaqa qaraydi-da, so'kadi. Aytdim, men asli o'rgatib tashlaydim. U yoqmaydi-da. U ayol kishini ko'nglini olish kerak, yaxshi gapirish kerak, dardlashish kerak. Keyin o'zbek erkaklarini bitta nimasini yoqtirmayman. Haligi haftada bir marta oilasi bilan kamda endi ba'zilar bordir, yaxshi bir yerlarga olib borib ovqatlanishadigan. Haligi tashqarilarga chiqib ovqatlanib kelsa bo'ladi oilasi bilan. Yo'q, biznikilar nima qiladi? Gapga boradi. Har hafta gapi borda, oshni eng zo'rini yeyishadi. To'g'rimi? Lekin oilasiga unchalik qiymat bermaydi. Turkcha gapirar, endi ba'zan hali siyg'anib ketib qoladi turkchaga. Shunda endi uzr so'rayman sizlardan. Bugun esa gaplashgim kelib